30 kunda ichida 30 kun ichida litsenziya qilib olaman, bo'ldi. Litsenziya qilib olaman. Litsenziya qilib olaman. Agar qilmasam sud tomonidan belgilangan tartibda jarima solishga roziman. Belgilangan tartibda jarima solishga roziman. Jarima solishga roziman. Aka, sizga 30 kun muhlat beryapmiz. Agar 30 kunning ichida litsenziya qilmasangiz, noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin. Agar 30 kunning ichida litsenziya qilmasangiz, sud tomonidan o'zi belgilangan tartibda jarimasi bor. Agar 30 kunda bu qoidabuzarligingiz 176 prim 3 moddasida qoida buzib kelyapsiz, odam tashish litsenziyasi odam tashlayapsiz. Agar shu qoidabuzarligingiz bartaraf qilib olsangiz 30 kun mobaynida sizga hech qanaqa sud tomonidan jarima belgilanmaydi. Ogohlantirish bilan cheklanadi. Xudo xolasa 30 kunning ichida litsenziya qilib olsangiz kirmaysiz aka. Mana buni yozib qo'yib qo'ygan. Mana men yerda 271 farqi yo'q aka, litsenziya qilib olsangiz bo'ldi. Qilib olsangiz bo'ldi. Yo'nalishingizga qarab qilib olavering aka. Mana sizga beryapman mana shu qog'ozni.